Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bugun biz Qadam TV telekanalida sizlarning diqqatingizga Uyg'ur ovozi degan yangi rubrikani tavsiya qilmoqchimiz. Rubrikaning Uyg'ur ovozi deb atalishi tasodifiy emas. Ya'ni bu mening ovozim, sizning ovozingiz, umuman Uyg'urning ovozi deganlikni bildirdi. Mazkur rubrikada biz xalqimiz orasida tonilgan, o'zining amgigi va hayoti bilan yoshlarga ulgu bo'la oladigan shaxslarni tanishtiramiz. Bugun bizda mehmonda tonilgan shoir, jurnalist Abdug'ofur Qutlukov. Assalomu alaykum Abdug'ofur aka. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Qozog'iston mustaqilligining bir mevasi sifatida Qadam degan Uyg'ur kanalining paydo bo'lganiga xursandman. Rahmat. Buning oqibati qadimi bosgan qadimi qutlug' bo'lsin. Sizmi xaridorlik qilib Meşəyə məni çağırınlar üçün xəridarın bu zibalığın nə gerək deyən gəp var. Xəridarlıq qılğanlara rəhmət. Bizə bu fürsətni yaratıb bəgən məş qərindaş əllərinin müstəqilliyi layim məngülük bolğay. Birinci sualımni sizning tərcüm halınızdan başlasaq. İstidadlıq şair və talantlıq jurnalist Abdug'ofur Qutlukov 1940-yılı tarixi vətnimizdə Oğulcu şəhərdə dünyaya gəlgan. 1957-yılı Muşa şəhərdəki Otura məktəbini tamamlagandan keyin Ürümçidəki Şinjan Pedagogika İnstitutunda bilim aldı. O kiçikidilla Uyğur klassik ədəbiyyatına zor iştiyaq bağlab ösdi, ügəndi. Şairinin icadi fəaliyyəti şu yılları başlanğan və dəstəbki şeirlərimi şu paytda mətbuatda yoruq görüşkə başlaydı. 1962-yılı tarixi vətnimizdə yüz bergan vaqialarga münasibətlik ailesi bilan Qozog'iston diyarıga köçüb çıxdı. Bu yerga köçüb çıxandan keyin Almuti viloyati Chelak nahiyasi Baysi tiyisiga o'rinlashdi. Dastlab Muşa yerdagi savxozda oddiy dehqon bo'lib ishlaydi. Keyin mazkur yezdagi O'tira maktabda muallim bo'lib əmgək qildi. 1965-yılı şairinin Rızvangul Toğruluq poemisi Kommunizm Tuğu gazetida besildi. 1967-yılı bolsa şairinin Öçməz izlar namlıq tuncu toplumu nəşrdən çıxdı. Mana şunundan köp ötməylə, yəni 1969-yılı talantlıq şair gazetga işqa təklif qılındı. O 1970-yıldan başlap Kommunizm Tuğu gazeti yanında çıxışqa başlagan Yeni Hayat gazetida işləşə başladı. Məzkur gazetda işləş jarayonida o özünü talantlıq jurnalist ekanligini namoyish qildi. Onun qalamiga mansub ocherklar, reportajlar, maqolalar gazetxonlar orasida cho'ng qiziqish paydo qildi. Abdug'ofur aka mushu yerda ta hurmatlikdan ilishqa chiqishcha ishildi. İstidadlıq şairning o'tgan yillar ichida O'chmas yulduzlar, Yer va Diyar, Jasur Jallar, Asiya, Zaytuna, Sadaqat satrlari, Qiran qismeti, Uyg'uriston, O'tiq qalblar, Sadaqat qatorliq 15dan oshiq to'plamlari yo'riq ko'rdi. Bularning ayrimlari qozoq, rus, o'zbek va boshqa tillarga tarjima qilindi. U hozirmi ijodiyatdan qo'l uzmay unumli emgak qilib kelmoqda. Мың 1962 yıldan 29 may qanlıq vaqası G'uljuda bo'lgan kuni men chegara atlab Qozoq eliga ko'chib chiqqandim. Bu yoqqa chiqqandan keyin buni Qosh mahallasi degan Chelakning bir yesi bor. Sotsialistik Qozog'iston dedi. Bizning botirimiz G'eyni Botirning haykali bor edi. Bizni shu yerga akilib şu yerdagi joylashtirdi. Şu yerda üzümge su tutib, o üzüm zarlaq savxozi bo'lg'ashqa üzümge su tutib jugandim.
Lekin kechda chiroq yo'rig'ida yana shu burunqidek yozadiganimni yezib yurgandim. 1965-yil, aradan 3 yil o'tganda men bir ta'limni sinab ko'ray deb o'zimga ustoz tutib she'rlarini o'qib yurgan xizmat akamni, Xelil akamlarni oldiga keldim. O vaqtda kommunizm tug'iti, shu gazetimiz bordi. Mush Komsomolsk 45 degan binoda turadi. Shu yerga berib, salom berib kirsam, Xelil akammi, xizmat akammi bor ekanda. Bu yoqqa kelib qolsa, ukam dedi, biz burun tanishmadik. Men shundaq bir she'rim bordi, shuni manda aytgan poema bu. Uyg'ur xalqining qahramon qizi Rizvongul haqida yozgandim. Şunun to'g'riliq mush poemamni bir o'zim sinab baqay deb aqasinglarga fikrga keldim. Desam xizmatkam qo'liga elib, vaqt xizmatkam g'ang'izida maqor kichik ekanda chekib turib, bir dil bu odam kirishib ketdi-da shuni o'qishga. Men arab yozig'ida yezib kelgan. Xizmatkam yaxshi o'qiydi ekanda. Bir vaqtda nemada endi deymanda. Bo'lmaydi o'li desa, eplamay, jitiblar shu kuldanga selib etiblar, aqlar yashigiga selib etiblar. Bo'ldi endi men o'zimning ishni qilay demoqchidim-da. Bir ig'iz gapiga talmirib turaman, nima deydi ekanda. O'qibatdi. O'zim ancha uzun poema emasdi, Uyg'ur qizi degan. Xizmatkam o'qib chiqib, o'rindan turib, shunday yo'g'on bestlik odam oldimga kelib ko'rishib, ko'ksiga besib turib, muramga urib, yo'g'on alqonlari bilan urib turib, yaraysa ukam dedi. Bo'ldi, tugadi. Mening taqdirimni ash kishi yashdi. Men uni g'oyibona o'zimga ustoz tutib, uning asarlarini o'qib yurgandim. Yezimkamning asarlarini men vatanda chaqda o'qib yurgandim. Xizmatkam menga otam qilmagan yaxshilikni qilgandi. Shunga men dastlabki ustozim xizmat akam, hizmat akam deb tushunib bilaman. Lekin o Xelil akamga, men Xelil, ikkisi og'ayniga. Sen bir ko'rib o'tgina dedi. Bo'ldi, ukam ketaver dedi. Dedim-da chiqib ketdi. Putimda rabochiy o'tik, ishchilarning o'tigi, paxtliq chapan. Bir qo'limda bir may, o vaqtda may yo'qib kelib, biz tug'ayaladi. May ağaç, anlatken bir azraq un ağaç şu işlerini bitkizib ketdim. Xo'shal ketdim. İşlerimni bitkizib. Qandaq bo'ldi deydi uydagilar. Uydagilar bilan birga qechib chiqqanda bu shunqa. Voy shundoq deydi, bo'ladi deb yeb qoldi dedim. 65-yili 13 yanvar kuni Rizvongulning Harambog' so'qishida vafot bo'lgan kun ekanda. Bu 45-yil tug'ilgan. Nima urush bo'ldi deydi. O'zi 20 yoshiga yetmagan vaqt o'lib ketgan qiz bu, Rizvongul. Tek turmush qilmoq 10 gulining biri ichilmagan qiz Harambog' so'qishida Xitoyga qarshi mustaqillik uchun bo'lgan ozodlik kurashida jinini taslim bergan. Shuning haqidagi poemam Uyg'ur komünizm tuğu gezisi çıktı. 65-yil 13 yanvar günü benim tuncu şiirim, poemam Kemeş İttifakı Uyghur edebiyatı tanıştırıldı da. Şu poemi bana oldu mu? Bu bir yaktan adamlar gelip, "Ey sen bunda adamken sen o. Sen nemi kışırsa ben sustum. Ciri bizde işlerdi. Bir tursun deyip de şair adam battı. Çilek tevessüde. Çilek tevessüyle hemisi bilirdi. Ölüp gitti rahmetli. Şu adam beni yetilep eketken, Bayşit'te mektep müdürüken,
başlaytsam muallim bolgan. Diplomum barmı dedi. Men ayakta pedagogik institutunu tügütüp çıqqan. Diplomum bar dedi. Şu sebep bilen diplomla ötediken bir yerde şundan diken şu asaslı meni muallim qilib aldı. Bu 65. yıl. Bunu yazıqni men aşaqda öğrenip algandim. Uyghur avazını kommunizm tuğu kichik chiqadi, aşaqda o'qib öğrengandim men. Şu asqitib qoldi, shuna muallim bo'lib ketdi. 67-yili benim bu birla emas, yani başka poemalarim var. 5 poemamni biriktiripla, aş xizmatkam atadarchilik qilib, aş poemalar toplumini, birinci toplumum poemalar toplumu bo'lib chiqdi. Asli bu poema degan adabiyotning bo'libmi she'riyatning gul tacida o, gul tacida. Men shuningdan başladım da. Mening asli she'riyatga kirishimga, she'r bilan shug'ullanishimga qarindosh xalqlarning ta'siri bo'lgan. Masalan, bermasang bermayoq qo'y baspanog'ni, sonda da taslamayman astonamni. O'lingning o'ti bilan ilitarman ayolimni, o'zimni, 5 balamni deb. Qasım Qazaq shoirininki she'rini yodlab olgandim men. Abayning aqliya so'zlarini o'qib cho'ng bo'lganman. Keyin Tatarninki shoirlarining she'rlari Uyg'uristonga kiratdi, arab yozig'ida. Shulardan Abdullah To'qay degan Tatarning mashhur shoiri va klassik shoir. Yer ko'karmas, gul ichilmas, yağmasa suv tomchisi, shoir she'rni nadan olsin bo'lmasin ilhomchisi degan bir she'r, g'azallari bor. Shularni yodlab cho'ng bo'lganman. Bo'libmi Navoiyning asarlarini, klassik Uyghur edebiyatının eserlerini aşağıda mükemmel özümüz mektepte okutmadı. Şu vakitte mi okutmadı Uyguristan'da Uygur klasiklerini. Lakin işten sırtkı vaktlarda bibliotekler, kütüphaneleri verip şeyde okup oyda çoğun bolgan. Qasım Amanjolov'un ki şiirini yadlığandım. Abdullah Toqay'ның şiirleri mening zuvanım çıqargandı. Keyin Hizm kam, hizm nima, hizm İskenderevning she'rlari kirdi. Hizmet Abdullahning Boston degan povest kirdi. Shuning bilan men bu adabiyot sepir kirib qoldi. Mening endi birinchi to'plamim 67-yili birinchi to'plami poemalar to'plami chiqdi. Shu 74-yili yaxshi baholandida, shundaki yozuvchilar ittifoqiga a'zo qildi. Men o'zim armon qilgan, shunda armonlarimga o'zim ko'nglim. Men shu vaqtda yetgandim. Mushu elde yashab, osmini kanga, ijodi erkinligi sharoit bor. Oyoqni qisilgan bilan mayda nafasni erkin olganiki bir to'kilish bo'lganda menda. O vakitte ondan keyin bir türküm yaşla, adabiyot sepib büsüp kirgan yaşla, shu vatandan mushaqqi chiqdi. Men mayada ozod erkin osmini keng qarindoshlar elida yashab, 5 balam bor. Men o'zim ko'nglimga fikr armonlarga yetib kelyapman. Keyinroq Uyg'ur ovozi nima 70-yilga kelganda yangi hayot gezi chiqadigan bo'ldi. Aşı vatandan chiqqan Uyg'urlar uchun. Onunğa aşağıda diplomalar kerak bo'lib qoldi. Meni chaqirdi. O vaqtda da Ahmetcan Mehmetov redaktör. Ben de diplomni ko'ydi, yazdırıp ko'ydi. O biz savatliq bo'lgan ekan. Bölüm başliq qilib aldı yangi hayot. Shu yerda ishlab keyin javobgar sekretari bo'ldim gazetning. Keyin shu Gizit mening qo'lim bilan mi chiqqan vaqtlari bo'ldi. Alimjon Qasimov pat-pat ag'rib qoladi. U yo'q vaqtida redaktor uchun ben qo'l qo'yib yurdim. Meni Uyg'ur ovozi bilan, hozir endi Uyg'ur ovozi deymiz, yangi hayot gizdi. Shular ikki qanot bog'ladi mi? Anki mening parvoz qilishimga shular qanot bog'ladi. Meni shu ikki gazet
Eşi. Medeniyet uçuğumuz var. Uygur'un nemisi var, Gezitxan'sı var o. Eşi uçakta tavılınıp çıktım da. Benim bu halga kelişim ki aşıla sebep olgan. Benim tercümanım, bana hazır ben pensiyaga çıktım. Çıkkandan keyin, yani Uygur halkı için bir jurnal çıkıp kaldı. İntizar degan. Burun bütün hamma Uygur Moskvaga arziyizib bir jurnal chiqaramagan biz. Bumi men qarindosh allarning mustaqilligining bizga tekkan bir mevasi bo'ldi-da, İntizar jurnal chiqib, o jurnalni chiqargan Fayzullo Ahmedov degan edim, og'irib shu yotgancha tuzlanmay qoldi. Men yordam qilay, aka yordam qilsang deb deydi, men yordam qilay deb berib qo'ygan. O undaq bo'lgandan keyin men endi damalishga chiqib olsam, mau jurnal yepilib qoladi. Bu endi mustaqil jurnal, bu yepilib. Aram bir bizga tekkan mustaqillikning mevasi mush bo'lganki, buni saqlab qilish uchun da mush kungacha shu yerda berib kelib yuryapman. Endi jurnal qanday chiqyapti, uni xalqim o'zidan nimasiga qo'ydi. Mushu qiyinchilikni tatgan, dert ko'rgan insondan yaxshi shoir chiqamdi. Ukan boyning bolalari bir cho'ng olim bir nimalar yetishib ketgan ancha bilmayman tariximda. Ko'pinchilari shu qiqilib so'qalgan gadayning bolalaridan chiqadi-ku. Qiyinchilikda o'sgandan keyin pishib ketadi. Hayotning har qanday issiq sovuqqa bardoshlik bera oladi. O qaysi sohaga kirsin, yulib chiqadi. Endi japa tatgan shoir nima, odamning hammasi shoir bo'lishini atayi. Ben şair bo'lman deb o'qibmi shoir bo'lganmaydi. Bu bir Xudo o'ziga ko'ngliga yaqin odamlarga beradigan. Xudo yaratquchi-ku, bizni yaratgan. Shunda bu she'rni yaratadigan narsa. Oq qog'ozni qo'yib bir nima yozadigan gapda yaratqu. Bu yaratish xislati Xudodan qolgan xislat bu. Shunga bu Xudo özünün yakın peygamberleriga, enbiya, evliyalarga, halpileriga, onun dinki şair yazgıçlarga, Xudodan kelgan bir nimet. Nimet. Bunu o'qibni men bo'ladim deb o'qilmaydi. Shuni tirishqanli odamga bu nasib bo'ladi desimi qiyin. Ko'p jafo tatgan odam cho'qim shoir bo'lishini atay. Bu bo'laman deb bo'ldigan ish emas. Siz hayatımızda mana 80 davanını açtınız. Issiq soğuğunu köp ködünüz. Büyüklükte emgiginiz mol. Halkımızga bo'lgan, yaşlarga bo'lgan kitaplarınız nurgun çıktı, yoruk ködi, poemalarınız var. Şiir tevasidiki romanlarınız var. Demişki de şu emgekleriniz bahalanmay kaldı mikin dep oylayman ben. Sebebi sizde köksünüzü takıgan ya orden kömüdüm, ya medalini kömüdüm. Benim Turgancan, ben medal için şiir yazmagandım. Ben vatanımdan ayrılıp kettim. Kimde qinim tökülge vatan. Anadan ayrılsa 3 gün yığılaydık. Nima atadan ayrılsa. Anadan ayrılsa 7 yığılaydık adam. Vatandan, ana vatandan ayrılsa bir ömür yığılaydık. Ben 60 yıl çoğun balam 60'da kap kaldı. Tuncu oğlum. Berhat degan. 60 yıldan beri yığılap kelyaptım. Mening vatanimning beshida şu bulut, şu texim avjaylyapti. O't ko'yapti. Şu dard chidamaslik mening qo'limdan kelib boshqa ish kelmagandan keyin bu she'r bo'lib to'kiladi. Men osmonga qarab ketsa yolg'iz qilib osmonga qaradim. Xuddi o'sha arishdan Qur'on tushgandek menga to'kilib keladi. Shuni mening yozganimning 80-90% faizi vatan haqida. Yani vatan degan ulug' narsa, vatandan hech boshqa narsa a'lo bo'lmaydi. Hammadan vatan a'lo. Bu shundoq. Menda xalq, bizning xalqimizning shoirisan deb aytadi. Menga shundoq cho'ng shash bilan mushu atoqni berib olsa xalqim.
Ben orada medalni nima qilaman afkamaydim. O'zimning tiyinni aran ko'tarib yuryapman. Ben onun üstüge atak, mansab, obro'y, onun için şiir yazmayım. Mende bir ot var tutuşqa. Şu ot, şunu yazmasam ben uxlanmayman da, ağırıp qalıman. Mening derdim xalqimning derdi. Biz shundaq jafokash xalqning ballarığı biz. Bizga mi yaxshi kunlar keldigan turi bor. Shu yaxshi kunlarda ki yazsam, endi shul arimlanib qoldi. Lekin bir orden medal alga uxlasam tushim yo'q. Chunki odam degan mansab bilan, orden medal bilan mo'tabar bo'lmaydi. Xalqning yo'li, ko'ngliga yo'l ololmaydi. Xalq sig'dirmaydi ko'ngliga hamma. Xalqning ko'ngli tepish yomon taslarsi. Men umrimni beg'ishlagan ishda siz deganda ko'nglim yerim emasman. Men xalqning ishonchiga ega bo'ldim. Siz meni shoir deb salom berasiz, shundaqami? Bundan ulug' yana menga nima kerak? Shoir degan, xalq shoiri degan nom o'zi undan yuqori hech qanday orden medal. To'g'ri. O odamning toji, mening beshimdagi tojim. Rahmat aka. Men bunga shukr qilaman. Rahmat. Mening do'stlarim mush armonlarga yetolmay ketganlar nurg'un bo'ldi. Bir chetidan deb boqay. Yakya Tayyorov, Savotjon Mamatqulov, Savot Iskandarov, Ilohun Oshurov, Dolqin Yasinov, Mo'min Amrayev, bu davomlashib ketib bor yurak ichishi odam. Shulardim shundaq o'y bor. Shularmi meni shoir qilish qasd qo'shgan o. Biz bas yozatdik. Bu bas degan yaxshi narsa. Xolis bo'lsa. Samimiylik bo'lsa. Samimiylik bo'lsa. G'araz bilan tanqidlansa, g'araz aralashgan yerda pishti basatdan boshqa narsa bo'lmaydi. Biz şu bir davrda shundaq bir to'p yoshlar yashab qoldik. Men o'tgan umrimdan rozi. Bir armanim qoldi. Ammo oz qoldi. Xudo berdi. Men al-qator yashashga nasib bo'ldi. İşençim komil. Birinchi she'ringiz yodingizdami? Qachon yozilgan, qayerda yozilgan va birinchi kitobingiz qachon yo'liq ko'rdi? Birinchi kitobim men o'qishdi vaqtida onam vafot bo'lib ketdi-da. Berishqa o vaqt bizda ahvol qo'yib bermadi. Men o'qishdi bo'lib qoldim. Shu vaqt chidamay onam haqida she'r yozgan. 5-nji kun tushgandan keyin aniq bir nima chiqdi ekanda. Men yozaman deb dadam haqida yozaychi, bir nima bog' to'g'riliq yozaychi. Men zakosimi olmadim shu umrimda. Birisi yoz degan yozmayman. Shu ko'nglim o'zi bir nima xohlab shu buyurganni yozaman. Birinchi qitim shu onam o'lib shundan vafot bo'lgandan keyin chidamay onamga deb she'r yozgan. O 1957 yilda. O shu Şinjan Ayollar jurnali deb jurnali bor, shundan chiqqan. Lekin men Mayaqqa 62-yil chiqqanda 65-yili Uyg'ur qizi degan Rizvongul haqidagi poemam kommunizm tug'ining beti chiqqani meni nurg'un ishlarimni yeniklatdi. Meni patqoqdan qutuldi dedi. Ben bir üzümge su tutayotgan su ichdim ben. Shundan keyin o poemi chiqib, o tonilgandan keyin boshqa poemlarim chiqqan o'tdi, she'rlarim chiqqan o'tdi. 67-yil birinchi farzandim. Bu kitob degan o'zi yozuvchining farzandi-da. Mening 5 bolam bor, 6-nji bolam bo'lib O'chmas yulduzlar degan poemalar to'plamam chiqdi. Mana shundan beri aradan 50 yildagi, 20 asrdagi vaqt o'tib ketdi. Hozirgacha bir 20dak to'plamam chiqdi. O'zim o'rischa bilmayman, o'rischimi chiqdi. Qozoqchimi chiqdi, o'zbekchimi chiqdi, qoraqalpoqchimi chiqdi. Chiqib shu qarindosh turkiy millatlar tilida chiqdi meni.
çıktı. Bu taraftan ben ançinimem. Kenaş devirde siz köp yaşap öttünüz. Kenaş devirde bir Türk'ün şairlerimiz hakikaten çok utuqlağı yetti icadiyette. Mana şu 20. asrının 60. 80. yılları Uygur edebiyatı yüksek pelligi yetti desek hatalaşmayız. Şundak. Bununla neymi sebep? Onun için karan su mu bir iriqtiki suğa, yani bir iriqtiki su koşulsa, su ulğuyup akıdı da, rasqo durğanca. Bu bir türküm şu təvədə, şu Sovet İttifaqıda, Kazakistan təvəsində bir türküm şair yazğıçılar batı biz çıkmazdı. Biz 62. yıl çıktık. Şu Xitayның yaxşı olsa çıkmazdık, yamanlığıdan biz Aram ağını məyədə can baqqını müşakı çıktık. Çıkkanda Məlləməsdə, Mömin Əmrayev çıktı, Yahya Tayırov çıktı. Rahim Roziyev degan şairimiz, Abdülaziz Yezimov degan şairimiz, Almasbek, mana hazır sizlar yaxshi biladigan, maşallah. Moşundaq bir türküm balla Xitayning ilmiga chidamay muşaqqa chiqdi. Ziya Samidi boshlab berdi buni. Baturkan, Ma'sumjon Zulfiqarov, Jaloliddin Musayev, moşundaq cho'nglar boshlagan, ashlar birini biladi. Shu yo'l bilan bizmi qechib chiqdik 62 yil. Aşındaq bir türküm yazgıç şairlar bes-besdə mana yerdə asmini kenge, icada erkinlik var, kısım yok. Şuna dedi de kirişip gitti. Bes-bes yazdık. Moşu bes-bes menin ağalarımın hemmisine şair kıp yetildi. Bırak keyin bir köz değdi kendek oldum, til tekendek oldum. Kırılıp gitti de şu ağalar. Onu birisinin zulmü dinlemez. Ağırıp neme kılıp. Hani bu capalık iş bu. Yaman capası. Raitidin capası dolu iş buna. Bir xalqning şairi buluş degan tezke. Şuna ben bu dünyada şair buluş tez. Haq gapni etmagan o şair emas. Degan şiirim var bir. Baba. Xo'sh. Muşunu ben nimden? Dünyada hemen nimini bolumen de kılımen de kığını oldu. Ama şair bolumen de boğun olmaydı. O hak gapni yetiş gerek. Biz insanlığın köperek küylüdük. Vatanını küylüdük. İnsanperverlik temaları yazdık. Şuna bunu bu temalarımı insanperverlik teması degen kang tema bu. Dostluk teması. Biz muşuna etnemi kılıp bir türküm şundak şey. Acayip şairler çıktı Rahim Rozi'de. Hayli bulattı. İçinime. Amal yok. Lekin menin Xudo yolumni o'nglab qoldi. Men şu vaqtda şu bes küçüp şiir bilan roman yozgan. Tangirtaq burkuti degan. Lutfulla Mutallib haqida. Şiir bilan roman vaqtda yozilmagandi. Lekin onun qarşılık köpeyip ketdi. Ba'zilar biz yozmay turib, sanı kim qo'ydi onu deganlar bo'ldi. Onun ismini hech kimga aytqim kelmaydi. Biroq bo'ldi. Bo'ptilar bu endi bekki yaragan begmek cho'loq yaramabdi degan gap bor. Yaramaganmiz turibdi-ra, bir kuni chiqarib qolar, ya ömrüm yetsa o'zim chiqaraman deb tashlab qo'ydim. Shu ishlardan 40-50 yildak o'tib ketdi mana. Ben 68-yili Bayseyit yazgan. Şu turdu şundaq bit. Keyin bir elip bir tuzitib bakım geldi. Keyinki seviyerimge ağı to'g'ri kelmedi. Mana bu. Men mandaq she'rlar bilan xalqni qoyil qildim. Buning bilan endi xalqni rayini qaytirib qo'ymay dedimmi? Ya ishlashga erinib qolamdi. Adam deganmi qalamni 80, 60, 70 yil tutaversa, qiyiq bo'lib ketadi ekan xat yozish qilma.
Мұшындақ себеплер бар. Bir yıl Kazakistan Respublikimiz müstakilligini ağınıga 30 yıl tolup atıdı. Mana şu 30 yıl içinde bizdeki, Kazakistan'daki yaş icatkarlar köplep çıkıp atıdı. Mana şularning ijodiyati sizning ko'nglingizni qanoatlantiramdi. Bu men bir türküm Savut Mehmetqulovdek, Rahim Ro'zidek men atap ketdim. Shunda bir top shoirlardan ayrilib qolgan ekan, o'zim yakka qoldim yomon. O'zim tez bo'ldi. Keynimga qarayman. Yenimda aras ilahun Jalilov bor. Bir yenimda ilahun O'shur qoldi. Ilahun O'shur rahmatli bo'lib ketdi. Ilahun qoldi. Keynimga qarasam Almasbek bor, Jamshid Ro'zaxunov bor, Fatugul Maqsadova bor, o Yerketdiki inim Nurahmat bor, Ahmatov. Muşdaq azlı qolgandakda, qopla, endi bu yoshlar degan bilan u o'zi 70 ga yetib qoldi Jamshidlar. Bu bir üzülüş bo'lib qolarmi deb g'amma tushdi. Uyg'ur adabiyoti yomon ulug' adabiyotda. Bu Mahmud Qashqarining Yusuf Xos 10 yil burungi adabiyot bu. Tunugungi adabiyot emas. Bu Sovet davridagi Oktyabr inqilobi bilan paydo bo'lgan adabiyot emas. Bundaq adabiyotning endi bayrog'ini ko'tarish mangli qolgan bo'lsa, keynimdikilar bundaq tursa, qanday bo'lib ketdi deb nayt mayuslanib bo'ldi. Lekin keyingi vaqtida Mo'shu mustaqillik degan shu. Mustaqillikni ulug' hech nima bo'lmaydi. Mustaqillik degan insonniki Xudo bergan bir ne'matida mana qarindosh qozoq xalqiga berdi. 30 yil bo'ldi. Shu qozoqlar mustaqil bo'lganda men bo'kimni osmonga otgandim. Xushalligim. Qozoqlar, o'zbeklar ozod bo'ldi, qarindosh. Endi navbat men keldi. Endi meninkimi atadigan az qoldi. Xudoga shukr. Hozir shunday imkoniyatlar bor bizda. Gazetimiz bor. Hozir gazetga birsi yaxshiroq she'r yoz, bir bet to'ldirib beryapti. Voy, bir bet she'r degan burun partiya vaqtida kepis vaqt chiqmadi unda. Birisi 70 yosh, 80 yosh to'lib qolsa, chiqadi. Undan chiqmadi. Uyg'ur xalqi bo'lsa, moddiy jihatdan boy, ruhiy jihatdan gadoylashib ketib boradi. Shuncha imkoniyat bizga yaratib beryapti. Bizning boshqa yerda Uyg'ur maktabi yo'q. Uyg'ur gazeti yo'q. Uyg'ur radiosi. Hani ba'zi yerlarda hozir bo'layotdi, Istiqlol, Fidoilar degan kanallar chiqyapti. Mana buni kanalmi? Uyg'ur kanali. Uyg'urning ovozi dunyoda yangrsin deb chiqiribdi. Kim o'ylagan bo'lsa, kim chiqargan bo'lsa, umri uzun bo'lsin. Oqibati obod bo'lsin. Anandan keyin ko'ngil yerim bo'lgandan keyin qarasam, keynimda bir top yoshlar keldi. Varis. Molotovning rahbarligida bir turkum yoshlar birlashma qurdi. Adabiyot birlashmasi. Shularning oldidan kitoblar 2-3 ta kitoblar chiqdi. Shuningga sponsorlar, mana shu pul topgan qarindoshlar bizga yordam qilib chiqirib shuni. O xalq ichiga tarab muyda kelyapti. Hozir endi meni ko'nglim to'lib qoldi. Keynimga qarasam bir top bor-da. Anandaki shoira bor. Shoira degan. Siz bilgandek shoira deb qo'yibdi-ku. Nima degan yaxshi yozadi. Qizlarimizdan Fatugul bor, umi yosh. Molotov degan bir bolalarimiz bor. To'xtaxonov deydi. Molchan To'xtaxonov. Boshliq bolalar ko'rinib yuradi. Rahmat. Lekin adabiyotga shular degim keladi, mush fursatni ben. Havas bilan, qiziqish bilan, havas bilan kirsa, o murodiga yetolmaydi. Ishq bilan kirish kerak. Mehr muhabbatini o'zini bag'ishlab kirish kerak. Quruq havas bilan kirsa, uzunga chopolmaydi. 100 metrlikqa chopadi. Begin olib ichish mumkin. Ammo uzunga chop.
Bizning Uyg'ur xalqi jafokashqa, Uyg'ur xalqiga muzonga chapadigan, bayga oladigan tulparlar kerak. Rahmat. Bizniki o'tgan asrning 80-yillari bizning adabiyotimizning rosa gullagan davrida nihoyat nurg'un peshqadamlarimiz, yozuvchi shoirlarimiz unumli ijod qilib, o'zlarining bebaho meroslarini bugungi avlod qoldirib ketdi. Shularning qatorida bugun aramizda mana shundaq ko'rnakli shoirimiz Abdug'ofur Qutluqovning bo'layotgani bizning bir faxrimiz, biz uchun cho'ng xo'shalik deb hisoblayman. Abdug'ofur akam shu bizga o'tgan asrning 80-yillardagi eng esil qalam sohiblarining hidini saqlab kelayotgan, bugungi kunlikda shularning qiyofatini ko'z oldimizga keltirayotgan bir bebaho ko'rnaklik shundaq hurmatlaydigan bizniki shoirlarimizning biri deb hisoblayman. Abdug'ofur akamning she'rlari haqida albatta adabiyotshunoslar, olimlar o'zlarining tegishli bahosini beradi. Men oddiy o'qirman sifatida aytarim, Abdug'ofur akamning she'rlarida nihoyat bir jo'shqinlik, nihoyat bir ko'tarangur ruh, shundaq odamlarga bir kuch-quvvat bag'ishlaydigan shundaq bir hissiyatni sezimi. Sababi Abdug'ofur akam o'zi mana tabiatidan shundaq odam bo'lg'achqimi, Allah onun shundaq talant hadiya qilg'achqimi, o'zining tili bilan dili o'xshashla bizning oldimizda gavdalandi. Onun she'rlarini o'qiganda faqat biz u she'rda ma'naviy o'zg'ib qolmay, Abdug'ofur akamning qiyofatini ko'z oldimizga gavdalantiramiz. U shoirlarga yana tan bir xasiyat, haqiqiy shoir mana she'rini o'zining chin yuragidan, o'zining ko'nglidan chiqarib yozgandek, Abdug'ofur akamning she'rlarida yuragidagi ba arzu arman, yangi Abdug'ofur akamniki o'yilgan bir umid, yangi umidlari shu she'rlardan o'z ifodasini topgan. Abdug'ofur akam shunlashqimi she'rlarini o'zi o'qiganda shundaq bir ruhda, shundaq bir ifodalik odamning qalbiga yetkidek qilib o'qiydi. Shu vaqtda har qanday odamni o'ziga jalb qila oladi. Bu bo'lsa-mu Abdug'ofur Qutluqovning yana bir qobiliyati notiqlik qobiliyatining yuqoriligi. Abdug'ofur akamning notiqlik qobiliyati faqat she'riyatla emas, odatdagi minbarlar so'zlaganda, xalqning oldiga chiqqanda uning so'zining nihoyat jonli ekanligini, Abdug'ofur akamning har bir so'zida bir haqiqatning, bir arzu armonning, bir buyuk bir umidning borligini sezib olish tas emas. Biz mana bir necha yildan beri mana Uyg'ur ovoziga mushtir to'plash yangi shtabining a'zolari bilan jut-jutlan aralig'imizda shu yerdagi odamlarning fikrlarini bilamiz. Mana shu vaqtda biz shu odamlarning aytgan fikrlarining ichida mush Abdug'ofur Qutluqovdek shoirlarni aramizga akasanglar, uchrashtirsanglar, biz shular bilan ko'rishsak, ularning she'rlarini, fikrlarini o'z qulog'imiz bilan anglasak degan talablarni aytgan. Mana shu talablarga binoan biz bir necha uchrashishimizga Abdug'ofur akam Qutluqovni ippadik. Mana shu yerdagi jamoatchilik uning so'zidan shundaq ta'sirlanib, uningdan shunchalik savollarni qo'yib, javoblarni elib, Abdug'ofur akamning yangi qo'llaridan imzolarni elib, yangi o'zlariniki xatir sifatida suratlarga tushib, shundaq cho'nqur ta'sirat ilkadi bo'lgan. Shuning uchun men deyman, biz mana shu fursatdan foydalanib aytarim, mana shu Abdug'ofur akamizdek talantli, ko'rnakli, qobiliyatli shoirlar aramizda shalonlashib ketib qolganda, shularni biz mumkin qadar xalqning orasiga chiqib, yezlarga borib, jutlarga borib, shular bilan uchrashtirib, shundaq didor g'animat damlarini uyushtirsak, biz xatolashmaymiz deb o'ylayman. Chunki bugungi avlodga shundaq odamlarning aytgan so'zlari, fikrlari havodek hojat. Shuning uchun men Abdug'ofur akamga aytarim, buningdan keyin salomatlik mustahkam bo'lib, ishlari o'ng bo'lib, ijodiyati texmo unumli bo'lishiga chin qalbimdan tilakdoshlik bildiraman. Musu edebiyat salasida bizning qaysi janr, Uyg'ur edebiyatida qaysi janrimiz asqaqlab kelyapti, qaysi janrimiz ilgarilab ketib bordi? Bu burundanmi shundaq, shu poeziya asav atqa o'xshaydi-ku. Poeziya deymiz, she'riyat. Bu doim asav atdek oldini bermaydi. O'zimi tiz ta'sirlandi hayotdan.
Tiz yazılады, yazılğandan jiq toplanады, xalq içiga taraydı. Bu burunmu şundaqdı, hazırmı şundaq ketip barıdı. Yaxşı şairli əsərlər yaratılıb atıdı hazır. Amma nəsri əsərlər şununla əgişib salmaqlıq əsərlər çıxır. Lekin bir yere biz Mahmud Kaşqari, Yusuf Xas Hacı boğularımız bizni tanıttığı dünyaya, özünün əsərləri öyle. Biz şularının royunu korundurub koyuvatımızda, bizmi dünyaya şundaq büsüp çıkıdığan şundaq əsərlərini yaratışımız gerek. Bu bizni menenden keyinki ballar üçünmü? Muşu bizden boynumuz qarızdarlıq var. Biz şundaq yazışımız gerek. Yazdım deb yazıverib, onu çıqırıvergen bilərlər o kitap köpəygen sürü şair yazğıcı olmaydı. Elge yıkımlıq, elge yakıdığan, qo'ldan tushmay o'qiladigan kitoblar oz bizda. Bo'libmi? Bizning bunda xalqqa chiqib kelishimiz, bizning adabiyotimizda burun maxsus tanqidchilar bor. Hozir tanqid kelmayib ketdi. O'pmish obzorchilikda tanqidchilik kelib ketdi. Yo'qdi hisobida. Buning bo'lishi adabiyotning texmi olg'a ishtiradi. Lekin tanqid debla tanqid emas. O g'arazlik bo'lsa, o ziyni va uni. O tabiiy, samimiy tanqid kerak. Bu bizda yo'q. Hozir biz chavakchilikka amroq bo'lib ketdik. Biz birinin ana banda bo'pti, chavakli chal. Lekin chavak chog'idek bir narsa yarata olmayapmiz. O'ylanib ko'raylik endi. O maqtanib o'zimiz men buni qildim, mana qildim. O yaramliq narsami? Gap mana bu. Hozir son qo'g'ilishdigan zaman emas, sifat qo'g'ilishdigan. To'g'ri. Bu biz Uyg'ur adabiyotiga varis deb kirdikmi? Shu bolalar kirdimi? Varis degan aytganma ega deb kirgan. Cho'ng yukni bo'yniga oldi. Ha, shunga yarasha ish qilish kerak. O'zini beg'ishlab, moshini otish kerak. Shu vaqtda ash bir to'pning ichida ikkala bir shoir, bir yozuvchi chiqib qolsa-mi, şu Uygur'un tanıtıldı. Şu yetidi. Bir şairga bir ay şair yazmış, bir xalq bir ay şair yazmışın gereği yok. Orus xalqını Pushkin, Lermontov tanıt, Yesenin. Menimce. Bir xalqni 2-3 şair tanıtdı. Yüzlep çıkını bilen iki şair eside kaldırgan. Çıkını yaxşı. Çıkını yaxşı. Duruz. Lekin beyge baribir birinci olup, birinci, ikinci, üçüncüge beyge berdi o. Şu demek üçü yetidi. Doğru. Onu sani bilen edebiyatimizde mançık azarımız var deb maqtansak ona hacet yok. O kapalatlık kılamaydı. Süpet gerek. Doğru ettiniz. Eser degen icad ko. İcat. İcad degen, mana bizni Xudo yaratdi adam ko. Şunun için birdim yaratish. O birini o'qibla shunga nima qilibla ko'chirib qo'ygandaklar yoki uni salla buzibla birini she'rlashtirib o ko'chaga chiqdi. O yama uyat o adabiy o'g'ri. İcadiyatga yatmaydi. İcadiyat degan birini yasab chiqish birini. Onu ölçümü şundaq. Doğru. Endi Abdug'ofur aka, yaşınız 80'den alqıdı. Hayatını yaxşı köydünüz. Sık soğunu köydünüz. İcadiyat insanının hayatta mənisi nimide? Hayat degen bu hayatın tatlık nasip olmaydı. Hiç kimin ölgüsü gelmeydi. Bir putimiz görgü sangılap kaldı bizden. Ölgümüz gelmeydi. Anı kılıp alsam buladı, manı kılıp alsam. Hayat şu suyla kızlık okşaydı. Bir mahallede bir yerde toy, bir yerde basınız az. Birisi xoşal olurdu. Ertesiyle onun bir kapılık geliyordu. Bu hayat özü, muş erkek kişiye okşaş, muş xoşallık bilen kaygıga amildar ki özü hayat özü. Şunu söyle kızık. Hiç kim toymaydı bu hayat.
Aş kızık yeri vardı. Lekin yaşaş 80 kirse, 90 kirse muş hayat degan muşu desek bo'lmaydi. Sen yarıdan, halkının suyunu içip, neyini yiyip, çoğun oldun. He? Halkı bir işin kası bulur. Xotunlar altın kişi bilen emez, kişi bilen emez, işi bilen çıraylık olur da. Xotun kişiler. Er kişiler mi? İşi bilen közgü çıraylık olur. Keyninge kara. Ölge vakitte kuruk kul gitse. Emir tümür üldüğü vakitte bir kolum çıkır koyunla tavutun dedik. Nemişke depiqime deyse. Ben dünyanın yerimin egelledim. Menden bay adam yok. Lekin o dünya kuruk kul ketkedimni halk körüp kalsın dedik. O yakı kuruk kul bağını bulmaydı. O yaktım sorgu bulurdu turganca. Nemiş kıldın dep soraydı. Siz menden sual soragan de. Kıga iş çoyluğu çıkıdı. İş kılalısak u yerda agar boğa olsa şu cennetga kiradi. Bo'lmasa jazolab do'zaxga kiradi. Cennet do'zax ba'zida mush hayotning o'zida. Xudo mush hayotni qilgan ishingizga loyiq har bir kishi baholaydi. Jazolaydi yoki mukofotlaydi. Hayot mush hayotmi bosh. Hayotda bor. Lekin hayotda mening 4 o'g'il bir qizim qoldi. Menden keyin qoladi. Hayotga men quruq qo'lli ketib olmayman. Bu yoq qabristonga qarab 5 bolam qoldi. Shu bolamning yaramligi qancha? Shu 5 xil bola bu. Shuning bir ikkisi tuzuk bo'ladi. Ha, shu meni ishimni davomlashtirdi deysiz. Shundaq deysiz. Demak, hayotda o'g'il bilan qizingiz qoladi. Ondan başka yani neymiş kıldınız oğul kız tepli koyup şunun dadı oldunuz mu ya bir iş kıldınız mı halkınız? Şunun okşaş bir işiniz kalmasa siz kuruk kol ketken bolsunuz dünyada. Oğul kızınız da kalgan bilen yüzünüz yoruk bağmayız. Yüzünüz karı bulup. Şunun için bir iş koyuş gerek. Halk bir iş kılmay o alem basan Xuda mı onu yaxşı karşı almaydı. Rahmet. O yaktı mı muş alemde tatkan tatkılıklar bağış yaktı. Soruğu var. Sunun mu soruğu olurduk ki? Hem işin soruğu olurdu. Adem yaşaganda oyun külkülü üçün emez. Oyna onu mu özü yolladı onu mu kıl. Lekin ma seni östügen halkın var. Uluk halk. Halk degen özü Xaliq degen gap. Xaliq degen Xudoning 99 itning biri iti. Xaliq. Onu biz buzib xalq qilib oldik. Xaliq degen Xudo o. Shuni nima ish qilib berdik biz? Nima yaxshi? Buni hisob qilmasak, buning so'rig'i bor. To'g'ri. Rahmat. Endi Abdug'ofur aka, oxirgi savollarimning biri shu bizning xalqimizga qanday tilaklarimiz bor? Men şunun şiir bilen cevap versem bo'ladimi? Ma'qul. Ma'qul. Xalqimga bir gapim bordi, murojaatimda. Xo'sh. Men shuni ruxsat qilsanglar, şiirim bilen cevap bereyim. Uyg'ur xalqiga bir murojaatnoma yozib edim. Shuni xalqimga aytqim bor. Mush fursatdan foydalanib. Murojaatnoma. La ilahe illallah desem, kimligimni bildingu Xudo, bilib turib meni vatandin bu qig'ining nimasi juda. Mening bovam O'g'izxon edi. Yer yuziga o Xoqon edi. Peshonamning sho'rliq bo'lishi, bovam qo'li balki qon edi. Belki qonliq jangi jidalda o'tgan chig'i bira xatolik. İştinining ig'i beg'i yo'q, bo'lolmadi Xitoy qatoliq. Naqshi sozning onasi muqom. Manga miros ajdodlarimdan. Agar igi bo'lmasak, uyalmamdik avlodlarimdan.
El-Farabi, Yusuf Mahmudla. Bana 1000 yıl bu oturuqluq. Biravlarga kul bop yaşasam, ondan artık bolamdı xorluq. Ya Allah'ı tilib yetmese, ya gam gussu baştan ketmese, Kerindaştan ança vapa yok, Allah özü azat etmese. El Katari yarattı Allah, tan yaşalmay ondan göramdık. Cahan kizip divanı bulup, xaqtın tanlık tilap jüramdık. Bəsəm yeymen, ursan ölümen, dep yaşamdı erkek kişimi, ecdatlanın ruhi urmamdı. Tiz pükmeklik erinin işimi. Ha degendi dostlar, hu dese, baştın keter idi dese, men bir ettim, men cinim bolsa, hemmisini, eğer be dese. Kök börünün tuğun kötesek, bizge bakar bakmagan zaman, azatlıkның aşkışı küreş, oyganmısak kalmaymız ama, oyganmazsın yani yatamsan, erkillikki canını zar kılıp, yaşıgandın ölgen yakşığı, aziz canını bunç har kılıp, oygan Uygur. Ger oyganmısan cungarlardaki yokap gitimiz. Bir yakıdın çıka sakla baş, muddağı çokum yitimiz. Tiligengi kemmez azatlık, sorağangı bəmeydi onu, özen üçün öl jitim degen, uluq söz ba, untuma şunu. Eğer ölsem, şehit bulursa, halkın sana hazı kılıdı, ger ölmüsen yaratkan Allah Uyguristan'a gazı kılıdı. Yaxşı günlerdi görüşün Xuda nasip olsun. Rahmet. Aldıq proqramımızға köptен köp rahmet etimiz. Bugün bizning diqqatimizda bo'lgan tele tomoshabinlarimizga köp rahmet etimiz. Sizga köp rahmet. Rahmet. Haqqasınlağı rahmet.